Ko'pchilik Safiyani tvorogli pirojnisini aniq yeb ko'rgan. Mana shu pirojnini uy sharoitida birga bir o'xshab chiqadigan retseptini sizlar bilan bo'lishaman. 200 gram xona haroratidagi yumshoq margarinni un bilan yaxshilab uqalab olib, uni ustidan bir pella shakar, 2 osh qoshiq qaymoq, uksus soda solib yumshoq xamir qoramiz. Xamirimiz qaymoq hisobiga bardek yumshoq bo'ladi, lekin qo'lga yopishmaydi. Xamir biroz tinguncha tvorogli nachinkani tayinlab olamiz. Kerak bo'ladigan masalliqlarni hammasini yozib qoldiraman. Xuddi shunaqa mayin nachinka hosil bo'ladi. Xamirni ikkiga bo'lamiz. Yirikroq zuvalarni shunaqa tagiga yoyib, ustidan tvorogli nachinkani solamiz. Kichikroq zuvalarni ham shunaqa ko'rinishda kesib, ustini xuddi shunaqa shaklda yasatib olamiz va 170-180 gradusda 40-45 minut past olovda pishirib olamiz. Shunaqa mayin shirinlik bo'ladi. Safiyani ham orqada qoldiradi.